Alisher ismiga ega insonlar odatda boshqalardan bir qadam oldinda yurishini va kuchli irodasini sezganmisiz? Bu ism arab va fors tillaridan olingan bo'lib, Ali yuksak va oliy, Sher esa jasorat ramzidir. Ya'ni oliy darajadagi jasur inson degan ma'noni anglatadi. Psixologik jihatdan alisherlar tug'ma yetakchi va strateg hisoblanadi. Ular qiyin vaziyatlarda mas'uliyatni o'z bo'yniga olishdan hech qachon. Ularning hayotiy prinsiplari nihoyatda mustahkam bo'lib, adolat va sadoqatni har qanday boylikdan ustun qo'yishadi. Tashqaridan bosiq va jiddiy ko'rinsalar ham, ichki dunyosi juda boy va ijodiy fikrlash qobiliyati yuqori bo'ladi. Ular har qanday mushkil vaziyatda kutilmagan yechim topa oladilar. Alisher, sening isming buyuklik va zakovat ramzi. O'z kuchingga doim ishon. Ushbu videoni eng yaqin Alisher ismli insoningizga yuboring.